Ona ishdan keyin gastitsaga yotimizda mazza qilib. Spalnisi yomon yumshoqqina-da. Ha, Azamat, choydan qo'y, choydan. Azamat, choydan qo'y, choydan. Bu TikTok'ingning rangi yo'q. Yeb icharidan umuman muammosi yo'q. Shashlik yo'qmi? Shashlik, ha. Voy, men dummalarni deb qo'y. Men dumma yemayman-ku men. Ha, ona rubl tushib ketyapti uchun pullarimni dollar qilib qo'yapman. Azamat, nimaga siqilyapsan? Usta bu bankdan O'zbekistonga uyimizga pul yuborishim kerak. Dokumentlarim chatog'oz, ko'chaga chiqsam, militsiyalar ushlab olib deport qiladimi deb qo'rqib turibman. Azamat, ishlan kallama aytsani. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natish uchun Yubor ilovasi bor-ku, o'shandan foydalan. Hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazsang bo'ladi. Yubor ilovasi bizga o'xshagan Rossiyaga ishlab turib, O'zbekistonga pul yubormoqchi bo'lgan odamlar uchun eng zo'r ilova. Rossiyadan turib, xohlasang Humo kartalarga tashlab berasan, xohlasang Uzkartga tashlab berasan. Mana shu pulni naqd qilib olishlari ham mumkin. Azamat, pulimizda hech barakasi bo'lmayapti. Qayerga xato qilyapmiz, ha? Bossчик, как дела? Ye, bir gap bo'lar. Bu magazinga chiqib ket. Natasha. Ustachilik ishlari